Agrover firmasida 6 yildan beri faoliyatimni olib boraman. Bu John Deere bilan biz anchadan beri ishlayapmiz. John Deere texnikasi juda ham qulay ishlangan. Har tomonlama yer haydashlarga, mana bu kartoshka ekishlarga qulayliklari juda ham ko'p. Hammasi shu kompyuterlashtirilgan. O'ta qulay. Biron bir joyda buzilishlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, shuni o'zi kompyuterga o'zi ko'rsatib beradi. Buni qulayligi haydashda ham, yerlarni oson haydashliklari, keyin bularga mana gidroxodlari moy bilan ishlaydi apparatimiz, sajalka kartoshka ekadigan apparatimiz. Bularni tortishga juda ham baquvvat ishlangan. Juda ham zo'r texnika. Misol uchun bunaqangi o'q qilib gradkalarni olish uchun o'zini shu GPS sistemasi bor. Undan shu foydalanish uchun ham bunga shu GPS o'rnatilib, shu bilan gradkalar olinadi. Liniyasini tekis qilib, misol uchun men bu yerdan zagon olib turib, nariyoqdan tushib turib, bir-biriga ham ulab tikib bera oladi. Juda ham qulay ishlangan texnika.